Hop, Pink Lady mana mevalari juda ham ko'p. M9da tirgovchisi ekilgan, lekin yaxshi turibdi daraxtimiz. Hozir bu mevalarni har bir meva to'pida ikkitadan meva qo'yib yoki bittadan qo'yib to'kib yuboramiz. Bu daraxt uchun ham foyda bo'ladi. Mana bu tepasi ko'proq olinadi tepadan. Juda qattiq ekan bu meva. Ko'proq olish kerak va pastda ko'proq qo'yish kerak. Ertaga mevali kattalashganda egilib yetakchi shoximizda sinib qoladi. Ana buni men ko'proq ham tushirib yubordim. Bu yerda ayamaslik kerak. Ikkita yetadi tepaga, bitta qo'ydim bu yoqda. Men ikkita mayda mevadan bittasini olaman. O'zi yana bitta qoida bor. Mayda mevani bitta ham qo'yib bo'lmaydi. Bitta ham qo'yib bo'lmaydi, chunki bu mayda meva oxirida ham mayda bo'ladi. Misol uchun, qaysidir gul to'pida 4 ta yirik turibdi. Bu 4 ta yirik oxirida ham yirik bo'ladi. Mana bu bir dona turgan mayda oxirida ham mayda bo'lib qoladi. Shuning uchun bular genetik programmalashtirilgan bo'ladi. Bilsangiz, anu if ham yozdi. Endi siz ko'rmadingiz, if yozdi. Mevalar, misol uchun, mana shu 4 ta meva bo'ldi. Daraxt tomonidan, endi Xudo tomonidan genetik shu yirik bo'lish kerak deb programmalashtirilgan. Tamom. Mana bu mayda bo'ladi. Ya'ni bitta qo'yish doimo bu ish beradigan narsa emas. Endi mana bu yoqda 4 ta turibdi. Bu yerdan ham chiqarib oldim, 3 ta yirigini qo'yib qo'yaveraman mayli. Bu yerda 2 ta qo'yaman. Bir xil mevalarni qo'yish kerak va yirik mevalarni qo'yish kerak. Mana bu yoqda bu daraxtni ham qiynab qo'ymaymiz. Pink Lady aslida solkashligiga chalinmaydi, har yili meva beraveradi, lekin yirik meva olish xohlasak, mevalarni to'kib turish kerak bo'ladi. Bu ish uchun hozir kech qoldingmi desak, kech qolmadik, lekin vaqtida ham qilmayapmiz. Endi bu chekkaga sinov uchun ekilgan daraxt. Shuning uchun sekin bir ishlov berib qo'yamiz. Mana bu yoqda yerda men bir xil bog'larga kirsangiz, siyraklashtirishdan keyin oyoq bosib bo'lmay qoladi. Oyoq bosib bo'lmay qoladi-da bular. Keyin yana bir marta kirsangiz, daraxtda shunda ham ko'p meva qolib ketgan bo'ladi. O'zi oyoq tagi to'la meva bo'ladi. Bundan qanaqa xulosa chiqadi? Har yili meva o'zi to'g'ri meva turi, to'g'ri sort ekkan bo'lsangiz, soladigan narsa ekkan bo'lsangiz, sovurib ketmasa, meva ko'p bo'lib qolaveradi. Har yili ayniqsa shaftolida, olmalarning ichida mana Pink Lady'da, lekin solkashlik bo'lmagan yillarda aslida Golden Fuji'lar ham juda ham ko'p sovoradi, gala ham. Yaxshi, endi olmada anu kimyoviy siyraklashtirish yo'llari bor. Shaftolida buni yo'li faqat kesish, misol uchun o'riyda yo olxo'rida, yaxshi soladigan olxo'rlarda kesib tushirib yuborish eng yaxshi yo'li. Buni endi yana bitta yomon tomoni bor, meva ko'p qolib ketishi. Nurullo aka, nima deb o'ylaysiz? Meva ko'p tugib yorsa, bitta joyda g'uj bo'lib, nima yomon tomoni bor deb o'ylaysiz? Mayda bo'lishidan tashqari, kelasi yil solmasligidan tashqari. Shiza bo'lishi mumkin. Endi qurt ham oson tushadi. Yaxshi fikr berdingiz. Qurt dorilar yaxshi tegmaydi-da, o'sha joyda qurt bo'ladi, lekin yana bitta yomon zararli tomoni bu, ayniqsa O'zbekistonda quyosh uradi mevani. Meva ko'p bo'lgan joyda barg mayda bo'ladi. Barg mayda bo'lib mevani yopmagandan keyin o'sha joyi, o'sha mevalarni quyosh urib keturadi. Shuning uchun mevani kamaytirish juda ham ko'p foydali tomonlari bor, aka. Endi anu bozorgirlik, mevani sifatli bo'lishi, yirik bo'lishi degan gaplardan tashqari bu yerda yetishtiruvchi o'ylaydigan joylari. Mana bu yerda bitta joyda bir 15-20 ta meva turibdi-da. Bu daraxtimiz o'zi 3-yoshiga ketayotgan bo'lsa, buni sekin ishlovini berib qo'yamiz. Siyraklatib qo'ydim. Mana bu yerda qolgan bo'lsa 6 ta meva qoldi. Yerni ham bitta ko'rsating, mevalarning ko'pligini. Yetdimi? Mana hozir shuncha siyraklashtirib meva to'kyapmiz bir 5 minutdan beri siz bilan. Lekin shunda ham daraxt ustida hali ham meva ko'pda. Mana buni ham olamiz, boy yetdim. Bitta to'pda agar mayda meva bo'lsa yo'qotib uramiz, chunki bu baribir yiriklashmaydi. Xo'p. Mana bu yoqda ham bitta joyda qarang, 4 ta 5 ta meva turibdi. Men orasidan olib qo'yaman buni, siyraklatib, xudo xolasa keyin farqini ko'rasiz. Yana bitta plusini aytaymi, siyraklaштirish. Nurullo aka, yo o'zingizda fikr berasizmi? Nima foydasi bo'lishi mumkin? Yana qurt aytdik, qurt tushmaydi dedik, yirik bo'ladi dedik.
quyosh urishini oldini olamiz dedik. Yana nima foydasi bor? Zo'r oxiri bitta gap qoldi. Yana agar chiqadi. Daraxt ham yaxshi o'ssa kerak-da. Daraxt o'sishi to'g'ri. Endi daraxt o'ssa meva yirik bo'ladi, lekin yana bitta plyus bu pinklaydi-ku. Bu qizil olma-ku. To'p bo'lib turgan joyda quyosh tegmasa, o'sha joyi oqarib qoladi. Ranglanmaydi. Ya'ni mevalarni dona-dona bittadan turishi qizil olmalarda juda ham muhim. Goldenda muhim bo'lmasligi mumkin. Mana bu yerda qarang, bitta test sanab olamiz, nechta meva qoldi oxirida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu yoqda yana 5 ta 20 ta qismlarida mana bu yoqda yana bir 10 ta meva bor, 30 ta. Bu yoqda mana tepa qismi yana 20 ta, 50 ta. Mana bu qismi 4 ta, 5 ta. Mana bu qismida juda meva ko'p ekan, yana bir 20 ta meva. Bir 70 ta 80 ta meva qolib ketdi-da. Endi hozir men hammasini sanamadim. Vaqtimiz o'tib boryapti videoda. Mana shu yerda bir 80 ta meva bor. 200 grammdan mana shu daraxt o'zida 16 kilo meva bo'ladi. Endi ani katta bog'larda 2500 ta daraxt bo'lganida 16 kiloni hisoblayverasiz. 25 tonna plus bu yoqdan nari beri 30 tonnaga yaqin bo'lib qoladi. 30 tonna 3-yoshida bu qiyin masala. Ya'ni bu noreal raqamlarda buncha ko'p qolib ketsa, bu degani qaysidir ishingiz xato ketadi degani. Shunaqa gaplar, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Nurulla akaga alohida rahmat.